Doktor, kira. Kela. Ben xotinimdan bek azarayıp ketken bemordan birisiga. Nima oldu? Ayolum qaran doktor. Uyda o'ltasam, teshik chiqmiding deydi. Teshik chiqsam, uy kirmiding deydi. Uy kirsam, kech kirding deydi. Qutuldaydi qolib bo'ldi. Dori qilib bersangiz bitta. Ben yaman retseptim birisi var. Ama sal qimmat o'tab ketdi o. Hindistondan import qilgan yerlik dorilar bor ekan menda. O Hindistondan Altuni erkin. 4 gram. Mushunun buni yegizib versangiz, ay erkin bo'lib ketasiz badallarimiz. Beshingiz og'rimaydi o'yinin ichida. Mavo altuni kashkir. Mana unda 6 gramni qo'lga yegizib versangiz sol qo'liga. Kashkiramsiz, tang atqanni kiramsiz, jib-jiblam. Hech qanday bosh og'riq olmaydi o sizga. bu bobulka ha. O'sha uyda beka o'tdansingizlar, ot qilib beshingizni yemlayman deb. Vahshiy. Mana fikrim. Altuni lamjim. Bunun da 3 gram. Ay mişer gram yigizsiz. Jimit lamjim. Zuvan tutluqlam ketadi. Öydimda bakadım makalam elqi siz sat ko'rnamsiz ko'ziga. İşte akıllı ha. Bikala şu pıtakta bu. Altuni qiliq. Mana da 3 gram. Buni ama kimchilar qo'lga metalib yigizsiz. Qiliqlaringizdan hammasi yaman pes ko'rinib ketadi. Mushni o'lafkam az deganda bir 6 oydan 8 oygacha uni berib qo'yib qolsa. Ay o'yinning ichida erkin, qanday yuraysiz. Ma qo'l xo'tuvgan qo'lma. Müştakilde qaran bu 4-5 qitim bo'ldi. Ko'zim qarab turib tam to'n qildi. Buning uchun qo'shimcha to'g'ri qilmasak bo'lmaydi biz. Ochchiga hay-haydan o'shiga qarab ketib o'tamiz. Va shundoq ochchiga qo'lni ko'taradigan vaqt iliblam shulukni deb qo'yamiz. O'sha qo'l kirmatizmi hammani tatib qonlari yurishib, qon bosimlari tushib, ochchillari ship bilib to'xtab qoladi. Bir yillik ichida qo'l ko'taranmaydi mana ular. Agar men sol qo'lga deb qolsangiz, yana birisi bor. Ikki qo'lga sap qo'ysangiz-ku, baldefga bu siz qo'l ko'tarak niyat bo'lsa, beshi ko'taram qarayanmaydi. Boshqa men aliqlarni sap qo'ygan bo'lsangiz, yaqin ish qilib yuraydi. Bu bekçi qilib ketdi, doktor go'mi qilib ketmasa yana. Ya ular men elishtirlar, xizmat ko'rsatib men elishtirlar. Hindistondan import qilgan hozir xotin kishilarga atoat mas keladigan retseptni yasab chiqqan doğrama o. Bu ham biraz foyda qilganda qilib turdi, biroq sil qimmat ha. Unda bo'lsa, millicha dor kesib beraymi? Un foyda qilamda. Bo'ladi hamda. O'zingiz sizda patatsiz. Millicha kesaymi? Mayjamiz ashni ichiga. Mana mao ikkisi tizig'i japa. Mao o'ng tizig, mao sol tizig. Uy kiriblar ma'nonga bishindan tuzilmas. Tugaydi o ish. Degan 2 soatga 4 soat tizilib bersangiz ham bo'ladi. Haydi qimmat qasmiyat Louis va 4 yaxshi kesib beraymi ya? Bu bunday bu doktor bu boshqa yo'qmaydi, boshqa olsa. Shu yo'qdimi va jampal? Qarlab. Ya bo'ldim ishni olay. Ko'zingiz malton etgan deymi? Mushni o'ylab miqdorli bersiz ukam. Shagir, qanchida bo'lib hisobni qilib o'tirmoqchiman. Ha, ma'qul. Bir qaz qaytib kelgan. Chiqsa. Qancha pulroq bular bu? 30 ming ko'y atrofiga chiqib qolamki. 30 ming koy. Doktor bu 30 ming koy. Qo'qoqnamiz mang'otdi hozir bu. Ukam, akishdan jinchiq nasichu. Sizga 5 qo'lab paksa bilan foyda qiladi. Qada ko'p ko'taraydi. Basili qo'qoqni. Bo'psa. Kerak. Doktor, o'tiram yerda. Muhabbatdan bashi azarayib ketgan bo'ldim birisiga. Sana nima bo'ldi? Voy aka shu ma'bitim bo'lmamda. Birdan man qilib berdim deydi, an qilib berdim deydi. Haqning ma'biti manda qildiki, anda qildiki deydi. Bak beshimni aqtibdi deyman. Ma'bat kichikma. Ha kichi. Unda olib qolsa fikam menda bir dori bor. Bir yilgacha og'zini jimli qiladigan. Ha. Qilmishi alvi. Somka. Mushuni bir bo'yni otib bersan fikam. Ha. Bir yilgacha voy, telefon olamsa to'kvam, nada san chatigi yo'q. Ucho, rastlashna foyda qilamda. Ha, bas foyda qiladi deyman. Shagit, mana bo'yan qilamjima? Samsung akam so'yib sama besabdan birini. Oladin kel. Anchi-munchi shamiyak-shamiklar hamda viba, juba deganda kelib olib berib o'ynatib qo'yamiz. Ha, bo'ldi. Chiqa. Baqa. Ha. Shu dorilarimning kuchligidan bu.